Assalomu alaykum hammaga. Bu bizani 18-darsimiz, xudo xolasa. Bizada jarayon og'ir kechyapti. Negadir sizlarda ishtiyoq yo'q. O'sha loyihaga nisbatan mas'uliyat yo'q. To'g'ri kirish kerak. Bu bunaqaga problemaga, masalan, hozirgi vaqtda men Sizga inspiration bo'yicha nima berdim men? Yo'llanma, tushuntirish berdim. Inspiration qayerdan olish kerak, qanaqa olish kerak, qanaqa o'rganib chiqish kerak, shu haqida ma'lumotlarni berib chiqdim. Aynan biz transport sohasiga kiramiz va transport bo'yicha biz masalan birinchi navbatda bizga nima kerak? Onboarding qismi. Siz ilovani onboarding qismini qanaqa tasavvur qilyapsiz? Qanaqa dizayn chizishni xohlaysiz? Masalan, mana bu Wash degan appni ochamiz, Wash. Onboarding mana bu hisoblanadi. Mana shu narsa onboarding hisoblanadi va nima qilamiz? Mana bu joyga onboardingni bittasini vistavit qilamiz. Va buni 375 lik deb qo'yib qo'yamiz mana. Tushunarlimi? Aynan bu ilovani onboardingini emas, mana bu ilovani ham onboardingini olamiz. Masalan, bu joyda onboarding mana bu ekan. Ham ro'yxatdan o'tish, onboarding hisoblanmaydi bu. Onboarding hisoblanmaydi. Onboarding umuman olganda ilovani zagruzka qilib, o'sha ilovaga kirish yo'lini bitta ko'rsatib beradigan protsess hisoblanadi. Tushunarlimi? Masalan, mana bu. Ko'rib turibsizlar. 375 812 Mana shu holatida biz onboardingni qanaqa tasavvur qilyapmiz? Mana shu narsani biz tushunib olishimiz kerak birinchi navbatda. Masalan, siz birdaniga dizayn qilib ketmaysiz hech qachon. Birdaniga o'zingizdan o'zingiz har xil narsalarni chizib ketmaysiz. Qanaqadir protsessdan o'tirasiz, o'rganasiz. Masalan, mana bunaqangi storieslari bo'lishi mumkin onboardingda. Mana 375. Bu bitta yo'li. Masalan, siz mavjud loyihalarni o'rganib chiqyapsiz va o'zingizga mos, o'zingizga yoqqan narxani nima qilyapsiz? Yig'ib chiqyapsiz. Va bu mana shu qism tugadi. Masalan, onboarding qismi unaqa murakkab emas. Nega unaqa deyapman? Chunki onboardingda bizda nechta skrin bo'ladi? Tipa 4-5 ta skrin bo'ladi va foydalanuvchini nima qilamiz? Ilovaga xush kelibsizlar. Tipa mana shu ilova haqiqatan shu ilova sizning ilovangiz degan ma'noni berishimiz kerak bo'ladi. Bu user flow deganimizda bu meni bitta misolim edi. User flow. Onboarding qismida nimalar bo'ladi? Masalan, user flow onboarding qismi uchun xo'sh, ilovani birinchi navbatda telefondan topib klik qiladi. Mana klik qiladi va klik qilganimizda nima jarayon bo'ladi? Klik qilganimizda mana ilovaga klik qilganimizda ilova ochildi. Ilovani endi biz qanaqa tasavvur qilamiz? Qanaqadir ma'lumotini beryapti. Tipa mana shu haqiqatda o'sha ilovani anaqasi. Xo'p, bizda mana bunaqangi holat bo'lmaydi. Bizda faqat protsess bo'ladi. Mana to'liq bir tekst protsess bo'ladi va bunaqangi jarayonlar ham bo'lmaydi. Xo'sh. Klik bo'ldi. Klikdan keyin biz ma'lumot beramiz. Bu haqiqatda mana shu ilovaning interfeysi degan nimani beramiz? Infoni mana shu qismda berishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri turib oling. Xo'p. Demak, bu yerda check information in for
information for user. Ilova foydalanuvchisi tushunib yetishi kerak. Haqiqatdan mana shu ilova ni anaqasi degan ozroq nima bo'ladi? Reload bo'lishi mumkin, ma'lumotlar yuklanishi mumkin, tizimga kirganda foydalanuvchini aniqlab olish mumkin. Aynan mana shu qismda shunaqa protsess bo'ladi. Foydalanuvchi kim, u ro'yxatdan o'tganmi, oldin tizimdan ro'yxatdan o'tganmi yoki endi tizimga kiryaptimi? Demak, har xil anaqalarni o'sha joyda reload deganda yuklanish bo'ladi, loading qismi bo'ladi va u aniqlab oladi ilova va aniqlab olgandan keyin nima qiladi? Mana bu protsessdan bitta bo'ladi va ilovaga kirish bo'ladi yoki login bo'ladi. Yoki login bo'ladi yoki o'sha joydan biz nima qilishimiz kerak ekan? Bo'lishimiz kerak ekan ikkiga. Demak, bizga mana bunaqangi yo'l kerak. Aynan. Mana. Xo'sh. Oh. Xo'sh, bu protsessda bizda nima bo'ladi? Bu ma'lumotimiz mana bu ma'lumotga o'zgaradi. Endi user flow'ni tuzib olish oson deb ko'rinadi. Qanaqadir qiyinchiliklari bor. Xo'sh. Mana endi buni o'chiramiz. Mana shunaqa narsani sozlashda ham keyin o'rganib olamiz shu yo'l bilan. Demak, mana bu yerga keldi. Buni mana bu yoqqa ulaymiz. Buni uladik. Xo'p, bu joydan chiqib nima deb so'raydi? Tipa anaqa userni tekshiradi, ma'lumotini o'rganib chiqadi. Check users information bo'lar ekan. Userning ma'lumotlarini o'rganib chiqadi. Xo'p, va so'raydi. Bu user oldin ro'yxatdan o'tganmi yoki o'tmaganmi? O'tgan bo'lsa nima qilaylik? O'tmagan bo'lsa nima qilaylik deydi. Tushunarlimi? O'tgan bo'lsa nima qiladi? Ro'yxatdan o'tgan bo'lsa mana bunaqa dumaloqchalar bilan beraylik. Ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, buni log in. Agarda mana shu ilovani ochgan vaqtida nima bo'ladi? Telefondan kiryapti, shu knopkani bosdi. U tushunishi kerak, user tushunishi kerak. Knopkani bosgandan keyin u oldin ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, prям o'tkazib yuborishimiz kerak. Ilovada mana shu skrinini chizishimiz kerak-edi. Uni masalan yoki main yoki login degan anaqaga o'tib Mana ikkita nimamiz bor. Xo'p. Xo'p, mana bu joydan tekshiradi. Bu main. Bu qaytmas jarayon. Shuning uchun mana bu yoqdan uzamiz deb buni olib tashlaymiz. Va mana bu joyga kelgandan keyin unda ikki xil yo'l bor. Endi mana bu nimani ham o'zining shartlari bor. Masalan, qanaqadir protsesslar bo'ladigan bo'lsa, katta protsesslarni to'rtburchakda belgilayman. Dumaloqlar bo'ladigan bo'lsa, bular actionlar qanaqadir nimani tekshirib ko'radi o'zi.
to'rt burchaklar bo'ladigan bo'lsa, shartlar qo'yiladi bu joyda. Shart deganda, masalan, ha bajaradimi, yo'qki bajarmaydimi degan narsa. Masalan, mana bu joyda biz bajaradini qo'ydik va demak, bizda ikki xil jarayon bor. Shunchaki anaqa yaxshi va yomon emas. Shunchaki oddiy jarayonlar va masalan, birinchisi kelib mana bunga ulaymiz-da va bunisini bunga ulaymiz. Masalan, user kelib klikni bosdi, user informatsiyalarini tekshirdi va undan nimaga o'tyapti? Mainga o'tyapti. Demak, asosiy sahifaga birdaniga o'tkazib yuboryapti. Bitta mana bu joyda ma'lumotlarni ham to'ldirganligi bilan ham mana bunaqangi skrin chiqadi va uni ilovaga asosiy sahifaga prям otib yuboradi. Agar unaqa jarayon bo'lmaydigan bo'lsa, nima qiladi? Uni nima qilish kerak? Buni mana shu holatida teskari bo'lib qolibdi. Mana. Yoki mana bu joydan olib boramiz. Mana. Mana shu holatida nima qildik? Yoki login qilgan deb jo'natib yubordik. Endi bu katta protsess bo'ladi. Loginning ichida ham endi o'zini actionlari bo'ladi. U actionni biz mana bu joyda yana davom etkazamiz. Va agar main bo'ladigan bo'lsa, maindan keyin ham yana actionlar bor. U actionlarni ham ifodalashimiz kerak bo'ladi. Uni ham oddiygina yashil yo'l bilan ifodalaymiz. Xo'p. Bu narsani mana bu joydan ham olsak bo'ladi. Bizga yashil ma'lumot kerak va uni mana bu yoqdan va bir uchini nima qilamiz? Mana bu joydan olib, xo'p, bu bilan ishlab o'rganib ketasizlar. Xo'sh. Login protsessi bor va xuddi shunday nima protsessi bor? Xuddi shunaqa qanaqadir protsessimiz bor. Va bulardan keyin ham nimamiz, jarayonimiz xuddi shunday davom etib ketadi. Bizni bilishimiz kerak. O'sha onboarding qismida bizni userga uni tekshirayotganligimizni ko'rsatishimiz kerak. Tushunarlimi? Bu bitta jarayon. Agar biz endi sign up ga o'tamiz, sign up qismimiz nimadan iborat? Telefon raqamini kiritish. Aynan mana bu joyda qanaqa olib borilgan ekan. Bular faqat login, parol qilingan va yoki mana bu kabi ma'lumotlarni bergan. Ko'ryapsizlar? Login, parol yoki nima qilgan? Endi mana bu login bo'lmaydi, sign up bo'ladi. Umumiy o'sha jarayonlarni sign up deb yuborsak bo'ladi. Main page. Ilovaning asosiy sahifasi. Hali bu user flow yakunlanmagan. Yakunlanishi uchun biz ichidagi mana bu protsesslarni ham ko'rsatishimiz kerak. Asosiy sahifaga o'tadi va asosiy sahifadan o'ziga kerakli bo'lgan nimani bajaradi? Actionni bajaradi aynan o'sha joyda. Xo'p. Xo'sh. Endi sign up qismiga o'tamiz. Mana bu joyda prosta telefon raqamini yozish kerak ekan. Umuman olganda biz mana bu joyda bitta research qiladigan bo'lsak, qaranglar. Bular qanaqa yondashuv qilgan? Shunchaki telefon raqamini kiritasan. Mana shunchaki telefon raqamini kiritasan va unga SMS keladi. Shunga qarab ular aniqlashadi. Masalan, bu user tizimdan ro'yxatdan o'tganmi degan savolni beradi. Ha, o'tgan bo'lsa, o'tkazib yuboradi SMS notificationdan keyin. Yo'q, o'tmagan bo'lsa, nima qiladi? Uni yana qaytadan o'sha tizimdan ro'yxatga o'tishni so'raydi. Tushunarlimi? Bir o'q bilan ikki quyonni uryapti. Masalan, siz ham login ham sign up degan narsani tushunishingiz shart emas-da. Siz
yoki registratsiya qilishingiz yoki tizimga kirishingiz degan narsa bo'ladi bu. Ana shu ikkita yo'lni bular bir o'q bilan hal qilib qo'yishyapti. Mana shu joyda. Bu to'g'ri yechim. Masalan, Yandex.Go'ga kiramiz. Mana o'zimiz ishlatib yurgan ilova. Xo'p. O'zimiz ishlatib yurgan ilova. Xo'sh. Ro'yxatdan o'chiq qismi yo'q. Topamiz. Qiyin emas. Yo'q. Qisqasi yo'q ekan bu joyda. Mana ko'rib turibsizlar. Ular qanaqa qilgan? O'sha login protsessini o'sha sizlardan hozirgi vaqtda men o'rgatayotgan narsa sizlarning mahoratlaringizni qanaqa qilib ish beruvchiga ko'rsatishni o'rgatyapman. Ishlash kerak buning uchun. Ishlamasa bo'lmaydi. Ko'proq ishlash kerak, ko'rsatish kerak, o'zimizni ko'rsatishimiz kerak. Qanaqa ishlashimizni tushuntirishimiz kerak ish beruvchiga. Hozir yalqovlik qilib o'tirsak, men tushunmadim deb o'tirsak, masalan, qilayotgan ishimiz hech nima emasda. Hozir birdaniga interfeys chizib boshlasak, hech narsa bo'lmaydi, masalan. Tushunmaymiz mana bu nima? Xuddi shunaqa interfeys chizib boshlangan. Qanaqa bo'lyapti, masalan, splash screen, mana shu narsa onboarding hisoblanadi, masalan. Ilova qanaqadir rangda ochildi, reload bo'lyapti, user o'rganib chiqyapti. Bu user ro'yxatdan o'tmagan ekan, yangi user endi o'rnatgan ekan. Demak, endi o'rnatgan user uchun biz ilovani ko'rinishini qilib berishimiz kerak. Mana bu ilovani ko'rinishi chiqyapti, masalan. Logistik ilovamizga xush kelibsizlar. Jarayonda tarix, chat va profil qismlari mavjud va o'sha orqali biz bo'limlar, mana shu bo'limlardan nimani ifodalab beramiz? Ma'lumot beramiz. Siz mana shu bo'limlar orqali o'zingizni o'sha bizani ilovamizda qanaqadir muammongizni hal qiladigan featurelarimiz orqali siz yukingizni yoki nimangizni tashib ola olasiz degan ma'noni beradi aynan mana shu qism. Va agar mana shu joydan mana bu startni bossam, mana bu skringa o'tish kerak. Agar u oldin ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, masalan, unga nima bo'ladi? Bitta reloaddan keyin mana bu skrinni ochib bersak ham bo'ladi. Qani main screen. Shu yerda main screenni ochib bersak bo'ladi. Main screenni biz nima yaratamiz? Hozirgi vaqtda bu track driver'niki. Track driver deganda u asosiy sahifasi bo'ladi. Asosiy sahifasida track driver o'sha trackini yo'lga chiqaman. Men trackimni o'sha odamlarga, masalan, odamlar zakasini qabul qilishni boshladim degan unitlari bo'ladi. Statistikalari bo'lishi mumkin, yana qanaqadir bo'limlari bo'lishi mumkin. Aynan o'sha narsani biz main qismda ko'rsatib berishimiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Prosta mana bu skrinlarni chopib chizib tashlash kerak emas. O'rganish kerak, yaxshilab bajarish kerak bo'ladi ishni. Shunday qilib, mana bundan keyin main screenga o'tib ketishi mumkin yoki mana shu joydan yana mana bu protsessdan o'tadi. Login protsessdan o'tadi. Masalan, loginda biz telefon raqamini kiritgan prosta deyapmiz. Bu nega unaqa qochyotibdi razmerlari? Xo'p. Shunday qilib telefon raqamini kirit deyapmiz yoki mana bu yerda mamlakatni tanlagin deyapmiz. Hali qaranglar, mana shu joylariga ham alohida skrinlar chizish kerak bo'ladi hali. Buni kiritdi va mana telefon raqamini kirityapti. Kiritib bo'ldi va unga SMS kelyapti. SMSdan keyin yoki u to'g'ri bo'lishi mumkin yoki u noto'g'ri bo'lishi mumkin o'sha kod. To'g'ri bo'lgandan keyin unga biz parol yaratish anaqasini beryapmiz. O'sha logini, telefon raqami, passwordni u yaratgan password bo'ladi. Va o'sha passwordni
kiritgin yoki yaratgin bo'ladi. Masalan, mana bu joyda biza yaratish degan anaqani ham berishimiz kerak bo'ladi. Biza yaratish degan narsani bermayapmiz. Demak, parolni kiritish, parolni yaratish qismini ham ishlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Parolni demak yaratib bo'ldik. Parolni yaratib bo'lganimizdan keyin uni mana bu joyga kiritamiz. Aynan mana shu qism, password qismimiz alohida bitta jarayon hisoblanadi. Mana shu narsamiz alohida bitta jarayon hisoblanadi. Va mana bu joyda nima deb nomlasak bo'ladi bu narsani? Create password. Hop, bu screenda kerak emas. Hop. Mana. Xo'sh, create passwordni mana bu joyga qo'yishimiz kerak. Xavfsizlik va boshqalardan keyin turish kerak bu bo'lim. Bu bo'lim create password. Endi bu screenlarimiz o'zi bizda bor. Bu screenlarni mana bundan keyin ulanib ketadigan jarayon sifatida ko'rsatishimiz kerak va buni olib qo'yamiz bir chekkaga va duplikat qilib olaylik. Mana bu joydan create password bo'ladi. Support tekstimiz bo'ladi va password kiritish uchun bitta maydon va uni repeat password deb ikkinchi anaqasini qo'yamiz va mana bu bo'lim bo'lmaydi. Va mana shuni biz har bir protsessini ko'rsatib o'tishimiz kerak bo'ladi. Masalan, hop. Xo'sh, password yaratish vaqtida nima qilamiz? Birinchi navbatda birinchi passwordni ustiga klik qilamiz va uni hover bo'lgan effekt kerak bo'ladi. Xo'sh. Как mana bunaqangi holatda bo'ladi. Tushunarlimi? Va bu 16 piksel va auto. Xo'sh, auto qilamiz va masalan ko'zini ochib u nima qiladi? Yozadi. Masalan 1 2 3 nimadir parol yaratyapti va uni yaratish vaqtidagi mana bu narsa ham kerak bo'ladi. Tipa to'ldiryapti bu. O'sha sonlarni, harflarni, raqamlarni to'ldiryapti va u o'sha joyda tanlagan, o'sha input tanlagan. Tushunarlimi? Input tanlagandan keyin u yonib turish kerak, o'sha effektini berish kerak bizga. Endi buni kirityapti va yana bitta duplikat qilaman. Uni kiritib bo'ldi degan anaqani berishimiz kerak. Infoni berishimiz kerak va u qanaqa rangda bo'ladi? Mana bu rangda bo'ladi. Mana tushunarlimi? Bu kiritib bo'lgan. Mana kiritib bo'ldi, ma'lumotlarni kiritib bo'ldi. Tushunarlimi? Men tushib ketib qolyapman kreslodan. Demak, ana shu ma'lumotni kiritib bo'ldi va kiritib bo'lgandan keyin buni biz nima qilishimiz mumkin? Mana bu simvollar bilan o'rnini almashtirishimiz mumkin. Tushunarlimi? Yoki mana shunaqangi dotlar bilan o'rnini almashtiramiz. Yoki bizda maxsus simvol bor, aynan dot bilan bir xil ishlaydi.
Hop, dot symbol mana shu harfda ekan. Anaqada Mac Windowsda Alt 8 knopkalarga to'g'ri keladi. MacBookda Option 8 ekan. Mana shu knopkalarimizni nima qilamiz? Ketma-ketligida yaratib olamiz va nima bo'ladi? Demak, bizda user ko'rish kerak. Bu inputda mana yashirilgan. Inputimiz yashirilgan. Mana to'lib bo'ldi. Uni kiritib bo'ldik. Endi ikkinchisiga o'tishimiz kerak. Ikkinchisini agarda mabodo bosadigan bo'lsak, u nima bo'ladi? Ko'karadi. Xuddi shunaqa mana bu holatdagidek ko'karish kerak. Tushunarlimi? Mana. Va ko'karadi va uni repeat qilish kerak va u tushunish kerak. Takrorlashini, passwordni takrorlash kerakligini tushunish kerak. Biza yana bitta o'sha inputimizga bitta narsani qo'shib ketishimiz kerak bo'lar ekan. Hozir inputimizga bitta narsa mana bu kabi input bo'lish kerak bizda. Xo'sh. Mana. Xo'sh. Bu nima degani? Parol. Boshlang'ich holatida mana shunaqa ko'rinib turibdi va ustiga bosganimda passwordim qanaqa holatga kelish kerak? Mana shu holatga kelish kerak. Tushunarlimi? Va bu password bo'ladi. Password. Mana. Tushunarlimi? Buni view-on komponent ekan u. Detach qilib mana shu holatida ko'rsatishimiz kerak va border berishimiz kerak bo'ladi. Mana. Bu borderimiz ko'p. 8 piksel. 12 piksel ham yetar ekan. Mana. Va hammasini 12 piksel qilib chiqishimiz kerak. 12 bizga to'g'ri keladigan. Piksellar hisoblanadi. Xo'sh. Va mana tushundingizlar, men bu yoqda endi tushuntirib beraman. Mana password so'zi bor, knopka turibdi va o'shanga bosdik va biz ma'lumotlarimizni yozyapmiz. O'sha passwordni yaratyapmiz. Tushunarlimi? Passwordni yaratish qismida mana bu narsa bor. Bu tipa o'sha ma'lumot to'layapti degan ma'noni beradi va e'tibor beringlar, tepada password so'zi bor. Bu inputni yaxshi tarafi siz nima qilayotganligingizni tushunasiz. Agarda men o'sha narsani pastda yana takrorlaydigan bo'lsam, mana bu joyda takrorlaydigan bo'lsam, mana bu holatida mana bu so'zimiz repeat bo'ladida. Repeat password degan so'z bilan almashadi o'rni va userga juda ham tushunarli bo'ladi. Nima qilish kerakligi tushunarlimi? Masalan, user tushunmaydi nimani to'ldirayotganligini, tushunarlimi? Siz mana shu yo'l orqali unga aniqlik kiritib berasiz, aynan nima qilish kerakligini va passwordni bitta ikkita holatlari ham bor. Password yaratish o'zi juda ham mukammal protsess. Buning uchun hozir
password yaratish qismini bizi mana bu qismi bor. Bu nima degani? Buni har biriga qo'yishimiz kerak mana. Qo'shib qo'ydik. Endi nimani tushunsak bo'ladi bu joydan? Kamida 8 ta belgi bo'lishi kerak. Passwording degan ma'noni beramiz va bitta katta, bitta kichkina harfni ishlatishing kerak degan ma'lumot bo'lyapti va qanaqadir raqam va belgidan kiriting. Masalan, qanaqadir istalgan belgi bo'lishi kerak. Belgini kiriting. Mana tushunarlimi? Va xo'sh. Buni olib bunga vistayz qilamiz edi. Kamida 8 ta belgi bo'lishi kerak. Kamida 8 ta belgi deganimiz edi. Bu joyda masalan biz to'ldiryapmiz. Masalan, bitta foiz, keyin masalan n, kichkina n va raqam. Mana. Yoki mana shu narsa o'rtasida bo'lishi mumkin. Mana tushunarlimi? Va mana shu holatga user kiritayotganligini ko'rganda tizim qanaqa holat berish kerak? Birinchi holatda foiz knopkasi yo'q. Demak, mana bu qizil. Bu rangga biz qizil rang beramiz. Rang stillari aralashib yotibdi buni. Oho. Dizayn sistema ulaganimizga abjaga chiqib qolibdi-ku o'zini variablelar bilan. Qisqasi uni yaqinda o'zim sozlab chiqaman. Unga biz mana bu nimani berishimiz kerak bo'ladi. Qaysiga? Mana bunga, chunki foiz nimamiz yo'q. Foiz rangimiz yo'q. Masalan, red. Va mana bu ikkalasiga nima bo'ladi? Yashil rang bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Endi nimani tushunsak bo'ladi o'sha joydan? Password yaratilyapti. Password yaratish jarayonida passwordni yarating degan qismda turibmiz va user tushunadi. Kamida 8 ta belgi bo'lishi kerak, kichik va katta harf bo'lishi kerak va qanaqadir belgi bo'lishi kerak degan so'zi bo'lishi kerak ekan va buni biz translate qilamiz inglizchaga mana. Parolni yaratish qismida e'tiborli bo'ling. Bu juda muhim. Xo'sh. Buni ichkariga moslash deyman. Xo'sh. Yana nima? Qayerda jarayon? Xo'p, buni avtolayout qilamiz va tashqariga moslash deymiz. Ichkaridagisini tashqariga moslash deymiz. Buni ichkariga moslash deymiz. Buni bo'yini ichkariga moslash deymiz mana. Bu juda muhim jarayon. Demak, mana shu so'zimizni ham nima qilaman? Translatorga qo'yib yuboraman. Translator inglizchaga qo'yib yuboraman mana. Enter your username bo'lmaydi. Xo'p, belgidan simbollardan birini ishlating degan so'z bo'lar ekan. O'zbekchaga anaqa qilamiz va translate qilib yuboramiz. Aynan nimaga? Inglizchaga. Mana. Xo'p, buni ham xuddi shunday translate qilib yuboramiz mana.
o'zi asosan birinchi sahifasidan boshlanadi hamma qiladigan ishimiz. Translate to. Mana. Xo'p, demak, mana shu nimani nima qilamiz? Bularga ham vyставить qilib chiqamiz. Va mana buni olib qo'yamiz. Endi mana bu tepada ikkitasini nima qilamiz? Yashil rangga bo'yaymiz. Mana yashil rangga bo'yaymiz, pastdagisini esa qizil rangga bo'yaymiz. Tushunarlimi? Mana qizil. Chunki mana bunda qanaqadir kuchukcha, reshotka, dollar kabi belgilar yo'q. Tushunarlimi? Xo'sh, endi mana buni ham qo'shib olaylik. Mana avtolayotimiz qanaqa ishlayotganini ko'ringlar o'sha joyda. Endi bu nimamiz to'liq kiritilgan va nima bo'lish kerak? Hammasi yashil holatda bo'lish kerak mana shu joyda. Chunki tepadagi nimamiz yashil bo'lgan. Yashil nimadan o'tib bo'lgan. Yoki buni mana bu yoqqa qo'shib qo'yamiz. Tushunarliroq bo'ladi. Tepa mana shu ma'lumot, mana bu ma'lumot tepadagiga tegishli degan. Tushunarlimi? Endi o'sha parolni yaratish qismida va takrorlash qismida biz tushunib oldik. Parolimiz biz yuzerga parol yaratishda anaqasini beryapmiz. Parolni o'zing yaratib olgan degan fikrni beryapmiz. U yaratib olish kerak bo'ladi. Xo'sh. Demak, u tepada yaratib bo'lgan va pastda takrorlayapti shu ma'lumotlarni. Bitta shu joyda pauza qilaylik, yana davom etamiz. Create password degan narsani create password. Mana bu narsani pastga tushirib qo'yganimiz yaxshi ekan. Shu qarorga keldim va ko'rinyapti ekranim. Va mana bu nimamiz to'ldirilgandan keyingi holati ham borda. Bitta holat bor. Xato bo'lib qolishi mumkin. Mana shu screen. Mana shu screendagi kiritib bo'lgan ma'lumoti xato bo'lib qolishi ham mumkin. Va bu narsani ko'zini ochgan holatidagi view'ni chizishimiz kerak bo'ladi. Mana. Va deylik, bizda qanaqa passwordlar bor edi? Mana shu passwordni boshiga bitta hashtag qo'shamiz edi. Mana. Mana shu passwordimiz tipi 8 ta bo'lishi kerak. 1 2 3 4, demak 8 ta belgi va o'shaning bittada bitta katta harf, bitta kichkina harf va sonlar bo'lishi kerak bo'ladi. Va tepadagi bilan pastdagini qiymati mana 4 ta va 4 ta, qolgani lishni. Va mana. Va pastdagi masalan 1 bo'lib qolsa, tushunarlimi? Mabodo 1 bo'lib qolsa 92 emas, 90 biz ham bu yoqqa 92 kiritganmiz, lekin pastda 91. Tushunarlimi? Unda qanaqa holat bo'ladi? Mana bunaqangi tagidan so'z chiqish kerak bo'ladi. Layout input orasi tor. Bu nima bo'ladi? Parol mos emas degan so'z bo'lishi kerak. Parol mos emas. Takrorlangan parol mos emas. Takrorlangan parol mos emas degan so'zni
Mana shu joyda kiritib, buni yana bitta translatorga qo'yib yuboramiz. Mana oddiyroq holati bo'ladi o'sha narsani. Mana the repeated password doesn't not match deyapti. Va endi bu narsani to'g'ri kiritgan vaziyatimizni oxirida bitta holatda nima qilamiz? Ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Mana uni duplikat qilib, mana uni o'chirib qo'yib ko'rsatsak ham bo'ladi. Demak, bizda endi anaqa yo'q. Create password degan joyimizda muammo yo'q endi. Shunday qilib xo'sh. No, mana ko'rib turibsizlar, bitta kichkina jarayonni o'zini men boshdan oyoq nima qilib berdim? O'sha holatini ko'rsatib berdim. O'ylaymanki, bu qiyin jarayon emas. O'zlaringiz masalan o'tirib, o'sha narsani ustida ko'proq ishlab, o'sha pishib, mahoratlaringiz oshib, keyin keyingi jarayonga, keyingi bosqichlarga xuddi shunaqa kichik jarayonlardan o'tib boshlaysizlar. Shuning uchun bilishimiz kerak, qanaqa narsalar bor. Tajribani mana shu narsani men o'zim bilmayman-ku, men mana shu narsani qidirib o'rganganman. Qachonki research bo'limiga o'tganman, boshqa ilovalarni ko'rganman. Ular qanaqa qilgan, qanaqa yasagan, o'shalarni ko'rib, demak, mana bunaqa joyi bor ekan, bizda ham bo'lish kerak deb mana shu narsaga kelganman men. O'sha uchun ham sizlarga aytayapman. Mana bu ilovani qanaqa holatda ko'ryapsizlar? Umumiy ilovani boshdan oyoq qanaqa ko'ryapsizlar? Tushunarlimi? Bitta onboarding qismi mana shu ko'rinishda, sign up qismi mana shu ko'rinishda. Demak, sign up qismimizda nimalar bo'ladi? Telefon raqam kiritish, telefon raqam kiritdi, tipa ma'lumot chiqadi. Biz aynan mana shu raqamingga nima yuboramiz? SMS push yuboramiz. Va o'sha pushni sen kiritgan. Tushunarlimi? Kiritgandan keyin ozroq reload bo'lyapti. SMS dan keyin tipa nima bo'ladi? Password yaratgan. Masalan, login parol qilish uchun. Tushunarlimi? Agar yo'q, bu jarayonda login parol qilmaymiz deydigan bo'lsak, masalan, o'zi universal yechim nima bo'ladi? Bir martaga telefon raqamini kiritish va unga biz SMS yuboramiz. SMS tasdiqlagandan keyin bo'ldi. Masalan, o'sha joydan keyin masalan biz pin kodni kiritish degan narsani qo'shib o'tsak bo'ladi o'sha joyda. Mana pin kodni yaratish, pin kodni takrorladi, pin kod xato bo'ldi, masalan, takrorlayotgan jarayonda va u to'g'ri bo'ldi degan anaqani biz skrinda mana shu nimada ko'rsatamiz. Bu pin kod o'zi uchun kerak yoki Face ID bilan nima qilish so'rovini ham qo'shishimiz kerak bo'ladi. Pin kodda masalan biz pin kodni so'ramaymiz, prosta yuzingni ko'rsatib ham o'sha pin kodsiz o'tib ketsang ham bo'ladi degan ma'noda nima qilib berishimiz kerak? Shunaqa UX yechim qilib berishimiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Bu bitta proses. Va ro'yxatdan o'tish qismi. Ro'yxatdan o'tish qismini boshqa ilovalardan o'rganib chiqishimiz kerak. Xuddi shunaqa, tushunarlimi? Kelinglar, mana shu qismini biz mana shu katta qismni nimasini qilamiz? Researchini qilamiz. Masalan, onboarding, login process, create password create passworddan keyin enter password degan nima bor? Proses bor. Mana bu login protsessiga qo'shamiz uni, mayli. Login passwordga login protsessiga qo'shamiz o'sha joyini. Mana login protsessiga qo'shdik. Create passwordni yaratdik. Pin kodga biz nima qo'shishimiz kerak ekan? Face ID request qanaqa bo'ladi? Bu anaqada yuz tekshiruvi bilan ilovaga kirishi, sozlamalarda yoqish degan narsa bo'ladi u. Tushunarlimi? Sozlamalarda yuz tekshiruvini o'sha ilovani ichida qurilmaning yuz tekshiruv nastroykasidan foydalangan holatda ilovani ochib berish degan
sozlama bo'ladi, xavfsizlik anaqasi. Bu bildirishnomasi xuddi mana shu narsani aynan biz mana shu yerga qo'shishimiz kerak bo'ladi. Ilovaga kirish ruxsati uchun UI screen tushunarlimi? Mana UI screen. Xo'sh, create password ni qildik. Buni o'chirib tashlaylik. Xo'sh, mana chiroyli qilib ko'rsatyapmiz. Juda ham ajoyib chiqyapti. Passwordni kiritdik. Password to'g'ri keldi, mos kelmadi. Mana shu holatlarni ham ko'rsatishimiz kerak va to'g'ri kiritildi password. Tushunarlimi? Bu ikki bosqichli autentikatsion password deb nomlasak ham bo'ladi bu narsani. Chunki bu joyda yuklar, million dollarlik anaqalar operatsiyalar bo'lishi mumkin, payment qismi bo'lishi mumkin. Masalan, Go ga kiradigan bo'lsak, Yandex Go ilovasiga kiramiz. Mana bu yoqda xavfsizlik qanaqa darajada ekan. U shunchaki ilovaga kiritib yubordi bizani. Va mana Atisu ilovasini ham ko'rishimiz kerak. Atisuda qanaqa qurilgan? Aynan mana shu qism. O'shani biz o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, nima qilaman? Sizlarga men bitta notification yozishni rejalashtirib qo'yaman. Xo'sh. Vazifalar. Vazifalar 1. Xo'p. Onboarding qismi uchun research qilish va MOS UI screenlarni bir nuqta. MOS screenlarni research bo'limiga yig'ib chiqish lozim. Tushunarlimi? Bu birinchi zadacha. Ikkinchi zadacha nimadan iborat bo'ladi? Ikkinchi zadacha login protsesimizni, login emas, bu sign up proses. Sign up masalan, ilovaga oldin kirmagan, oldin nima qilmagan user uchun biz nimani qilamiz? Sign up protsesini qilamiz. Tushunarlimi? Sign up protsesida mana password kiritish qismi bo'lmaydi. Sababi u birinchi navbatda parolni yaratish kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Parolni yaratdi. Parolni yaratgandan keyin qachonki mana shu protsesda buni enter deymiz. Password deymizda. Hop, men buni kiritamiz ichkarisiga. Hop, create password deymiz. Mana enter bu ro'yxatda o'tib bo'lgandan keyin password yaratadi. Password yaratgandan keyin uni kiritadi. Tushunarlimi? Enter password bo'lyapti va enter passworddan keyin pin kod yoki qanaqadir xavfsizlik va pin koddan keyin ma'lumotlarni to'ldiradi, aynan track driver uchun. Tushunarlimi? Endi siz nima qilasiz? Siz demak sign up protsessi uchun MOS jarayoni uchun MOS UI screenlarni izlanib research bo'limiga yig'ishlaringiz kerak. Mana
ikkinchi jarayon. Uchinchi zadacha. Create password bo'yicha UI larni topishimiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Create password bo'yicha mos UI larni internetdan qidirib topish va research bo'limida yig'ish kerak. Create password va enter password. Tushunarlimi? Enter password bo'limiga, bu uchinchi zadacha. 4. Hop, change create password, enter password va bizda yana bitta protsess bor. Mana bu yerda create qilayotganimizda uni unutgan bo'lishimiz mumkin. Passwordni unutdik. Unutgan bo'lsak nima qilamiz? Uni recover password degani recover password degan jarayon bo'ladi. U biza parolni yana qaytadan yaratishimiz kerak. Uning uchun yana biza telefon raqamimizga SMS keladi. SMSni tasdiqlaymiz. Haqiqatan bu biza ekanligimizni ko'rsatamiz va o'sha joyga nima qilamiz? Recover qilish uchun yana bitta input va yana bitta input jarayongacha, yana create password emas, repeat yoki recover password degan unitgacha o'tishimiz kerak bo'ladi. Masalan, mana bu joydan biz mana bu knopkani bosdik, forget password deb va xuddi shunaqa mana bunaqa recover password degan bo'lim chiqadi va u bo'lim chiqishidan oldin biz bitta SMS notification bilan xuddi mana bunaqangi holat bilan o'zimizni tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. O'sha user ekanligimizni aynan o'sha user bo'lsak, demak parolni tiklay olamiz. Mana shu jarayon bo'yicha mos screenlarni research bo'limida yig'ish lozim. Tushunarlimi? Endi pin kod bo'yicha 5 pin kod bo'limi bo'yicha research interfeyslarini research bo'limida yig'ish lozim. Hammasini ko'zlaringga ko'ringanlarni aynan mana shu pin kodga taalluqli nima bo'lsa, hammasini yig'ishlaring kerak. Masalan, bu joyda nima bo'ladi? Pin kodni sizlar bilmadilaring. Buni tiklay olishlaring kerak. Buni sizlar yaratishlaring kerak. Xuddi tepada password yaratganga o'xshab pin kodni ham kiritish, boshida yaratish. Xo'p, xato bo'ldi. Yana qaytadan tiklash deganda biz yana qaytadan o'zimizni shaxsimizni tasdiqlashimiz kerak bo'ladimi yoki boshqa jarayon bo'ladimi yoki birinchi maligi login qilayotgan jarayonda mana bu narsani har safar ilovaga qayta kirganimizda qaytadan kiritishimiz, qaytadan o'sha pin kodni yaratishimiz kerak bo'ladi. Mana shu narsani researchini qilishimiz kerak bo'ladi aynan. 6-bo'lim. Xo'p, 6-bo'lim. Data filling track driver uchun bo'lgan qismini biz research qilishimiz kerak bo'ladi. Nima bo'ladi? Masalan, track driver va track driver, cargo owner va track owner, tracklarning owneri uchun data filling UI uchun mavjud researchlarni internetdan yig'ish lozim
bo'ladi. Mana. Tushunarlimi? Aynan mana shu 6 ta protsessimizga sizlar nima qilasizlar? Internetdan research qilasizlar, o'tirasizlar, o'rganasizlar. O'sha mavjud saytlarni berganman. Dribble Behance nima bo'lsa topib mana shu joyda biz skrinlarni mana shu bo'limlar ko'rinishida yig'ib tashlashimiz kerak. Qayerda qanaqa ko'rsalaringiz yig'ib tashlashlaringiz kerak bo'ladi. Sizlarga vazifa mana shu dars uchun men qanaqa bo'lish kerakligini masalan boli ochibroq, tushuntiribroq qilib ko'rsatib beryapman. Biz aynan mana shu skrin bilan qolmaymiz. Buni yana rivojlantirishimiz kerak bo'ladi. Har bir elementini rivojlantirib chiqishimiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun sizlardan talab qilinadigani mana shu skrinlarni o'rganib chiqasizlar va xuddi shunaqangi skrinlarni biz topishimiz kerak bo'ladi. Aynan track driverni aynan splash, login, pin code, data filling qismlari uchun kerak bo'ladigan nimalar, jarayonlarni demak research bo'limida topib, o'rganib, mana shu joyda tahlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Chizish keyingi masala. Masalan, biz interfeyslarni ko'rib tushunib chiqdikmi? Keyin har birimizga vazifa bo'linadi chizishimiz haqida. Chizishdan oldin o'zimizcha aqllilik qilib qanaqadir yo'llarni qilib ko'rsak, bizda hech qanaqa nima bo'lmaydi, rezultat bo'lmaydi. Biz xom pishmagan UI ni chizgan bo'lamiz. Biz uning uchun oldin nimalardandir o'rgangan bo'lishimiz kerak. Mavjud qanaqadir UI'larimiz bo'lishi kerak. Demak, bular mana bunaqangi qilgan ekan. Shuning uchun biz ularni UI ni ko'rib, demak, yaxshiroq UI chizyapmiz degan narsani keyinchalik tushunib yetamiz. Tushunarlimi? Xo'sh, demak, shu joyda darsimizni tugatsak ham bo'ladi. Men uyga vazifani berdim, ozroq ishlab ko'rsatdim, qanaqa bo'lish kerakligini, lekin har birimiz kuniga 3-4 soatda aynan mana shu loyiha ustida vaqtimizni ajratib ishlashimiz kerak. Tushunarlimi? Ko'proq ishlash kerak bo'ladi aynan mana shu loyiha. Chunki bu sizlarning portfolio loyihalari. Men sizlarni tasavvur qilinglar, portfolio loyihalaringni murakkab qilishni, qanaqa qilib, chotki qilib yasab ko'rsatishni sizlarga o'rgatyapman. Bu juda ham masalan zo'r yo'lda, nima desam, zo'r yo'ldan o'tyapsizlar sizlar. Mana shu nima uchun? O'sha uchun o'rganish kerak, aytganimni vaqtida qilishlaringiz kerak. Men vazifalarni mana bu joyga tashladim. Mana shu vazifalarni har bir kishidan so'rab tekshirib olaman va keyingi darsda umumiy anaqamizda kim qancha ishlaganini, time trackinglarini xuddi mana shunaqangi qilib kamida 3 soat, kamida 4 soat va undan ko'p bo'lgan anaqani menga ko'rsatishlaringiz kerak bo'ladi. Prosta yoqib qo'yib men mana bu ishni qildim. Masalan, 4 soatda ham men bilaman. 4 soatlik ish bilan 1 soatlik ishda 1 soatda qilib tashab mana bu narsalarni, skrinlarni yig'ib tashab, lekin 4 soat qilib menga ko'rsatishlaringiz kerak emas. Sizlar 4 soat realni ishlagan bo'lishingiz kerak. To'g'ri aytishlaringiz mumkin. 4 soatlik siz vazifa bermadingiz, 2 soatda qilsa ham bo'ladi. Yo'q, menga 4 soatlik ishlaringizni ko'rsatishingiz kerak. Mana bu joyda screenshotlar, UI'lar, interfeyslar qalab tashlashlaringiz kerak, faqatgina tartiblash kerak. Sign up, onboarding kabi bo'limlarga olib chiroyli qilib bir-birlaringiz bilan qalash tashlasangiz ham bo'ladi. Alohida chiroyli tartiblangan bo'lishi shart. Tushunarlimi? 4 soat majburiy kamida vazifani bajarganlaringizni mana shu Clockify dasturi orqali menga tek anaqa qilasizlar, yuborasizlar. O'sha vazifalar qismida emas, umumiy degan qismda bo'lish kerak bu narsa. Tushunarlimi? Demak, shu joyda darsimizni tugatamiz. Keyingi darsimizni xudo xolasa bitta live yoki yana bitta shunaqa yozib olingan dars holatida o'tishni reja qilyapman. Hozir 17 bo'lsa 18-darsni shu joyda tugatdik. Bizda yana demak 6 ta darsimiz qoldi. 6 ta darsni ushbu 6 ta darsda mana shu loyihani o'ylashimcha bitiramiz degan umiddaman. Xo'sh. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha.